don't deprive me from beholding your beauty. Oh my Lord, accept this plea. Sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, bir kishi doim urug'tugan bilan qatnashib yuradi. Bu hadisda o'tgan bir juma xutbasi aytgan. Doim qatnashib yuradi. Doim urug'tugandan bir tuganlarini ziyorat qilib qatnashib turadi deydi. Bu urug'tugan bilan qatnashib turgan amal Allohga jaga turgan amal ekan. Doim bir adam var, bir tuganlari bilan doim qatnashib turadi. Biroq bu adamning taqdirida Alloh taolo bu odamni 3 kundan keyin o'ladi deb yozib qo'ygan edi payg'ambarimiz aytadi. Biroq o'sha bir tuganlik bilan doim tuganlardan xabar olib, ziyorat qilib, bir tugan bilan qatnashib turganni qilgan ishi Allohga jagat ekendagi 3 kundan keyin o'ladi degan odamning ömrünü Alloh taolo 30 yilga uzatib qo'yadi dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Yani bir adam dedi bir tuganlar bilan qarım qatnashni uzdi. Kishning aqchasi var. Mingar Lexus mashina bir qimmat mashinani mindi davom etdi. Aqcham yo'q bo'lsa senday tuganning keragi yo'q deb uzul kesim qilib to'xtatdi. Biroq bu adamning taqdirida Alloh taolo bu odamni 30 yil yashaydi deb yozgan ekanda. Urug' tuganlik muomalani uzgani uchun Alloh taolo uning ömrünü 3 kunga qisqartib qo'ydi ekan. Qarang, bir tuganlik menen muomalani aytibdi. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisning oxirida aytdi, hech qachon bir tuganlik menen muomalani uzbagil dedi. Muomalani uzbash kerak ekan. Doim hech qachon birovni g'iybat qilbash kerak ekan. Ha? O'shandan hurmatli jamoat inshaalloh ko'ralbas degan o'g'rudan alis bo'laylik. Uşaqchilikdan alis bo'laylik. Hech qachon bo'linbey, sen palonchi o'rindansın, men tugunchini mendan boshqanaman. Hech yerda Qur'oni Karimda ata tek menen qiyomatda esepterbaydi degan so'z. Qiyomatda bu hokimning bolasi ekan, beshga kirgizgile degan yeri yo'q. Bu gubernatorning bolasi ekan, beshga kirib ketsin degan yeri yo'q. Je prezidentning bolasi ekan, beshga kirgizgile degan yeri yo'q. Ya olimning bolasi ekan, o beshga kirgizgile degan yeri yo'q. Allah Qur'onda aytadi: "Fa iza nufiqa fis-suri fala ansaba baynahum yawma izi va la yatasalun." Qiyomatda ata tek suralmaydi ekan. Kimning bolasısın? Baydın balasın bu, kedeydin balasın bu. Qiyomatda suralmaydi ekan. "Fama saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun." Kimning tarazaga tartqanda so'v ishlari ko'p bo'lsa, o'sha odamlar iyilikka yetgan odamlar deydi. Qiyomatda tarağızlarınız esepteledegende qanchalik soğuk bo'lsa, qanchalik soğuk ko'p bo'lsa esepteledi, qiyomatda falanchi tugunchi degan ata tek surilmaydi ekan. Ata tek hech qanday foydasi yo'q ekan hurmatli jamoat. O'shandan aytarim inshaalloh, mana shu narsalardan yaratgan Alloh barimizni alis qilgan bo'lsin. G'iybatdan alis qilsin, uşaqchilikdan o'tda bir jamon o'g'rilardan, ko'ralbaslikdan alis qilgan bo'lsin. Mana shu narsalardan alis bo'la turgan bo'lsa, Xudoy bo'lsa inshaalloh bizning bora turgan yerimiz beyish bo'la hurmatli jamoat.